Yaxshimsizlar do'stlar, men Zaynura. Ko'p qitimliq tajribamga asosan materiallarning o'lchimini o'zim tanishib, mavu cho'kmus bilan morojneni yasagandim. Tam shunchalik payz bo'ldi. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin, amsa hammamiz birga ignaylik. Mening ishlatganim kilolab setiladigan tabiiy sap sut. Sutni mushtaq atrofidan ko'pikchilar chiqqicha qizilsaq bo'ldi. Uningdan boshqa kerakli materiallar 6 tal tuxumning seriqi, boyi qizitib olgan sutdan 250 gram, 50 gram shakar, 50 gram sut barashki, azroq limon va azroq shangsovjing. Yana azroq iris va arlarning mavu qaymaqi. Eng boshda tuxumning seriqini qo'lchag'ich bilan aralashtirib aytgandan keyin ustiga shakarni silib, shakar ergich aralashtiramiz. Chekkini shangsovjing silitimiz, agar bo'lmay qolsa samsanlama bo'ladi. Arqadan sut barashkini silib yaxshi aralashtirib aytgandan keyin sutni qo'yamiz. Taxminan 1 minut atrofida aralashtirgandan keyin shunday suyuqroq holatga keladi. Endi buning ustiga 50 gram irisni solamiz. Irisning tayyorlash usulini burungi videolarimni ostiga serib izlasanglar topa olasizlar. Shu bo'yicha qilsanglar uyda o'zinglar qaynata olasizlar. Bek oson. Buni yaxshi bir aralashtirib aytgandan keyin qozonga to'kib qizitamiz. Qozonga to'kkanda algakdan bir o'tkazib olsak texmi yaxshi. U mashina qizitgan vaqtida cho'qim osti tutib olmaydigan chaplashmas qozonni ishlatamiz. Bu jarayonda to'xtamay aralashtirib turamiz. Taxminan 10 minut yaqin qizitgandan keyin mushtaq quyuq holatga keladi. Tayyor bo'lgan u mashni yana bir qaytim algakdan o'tkazib olamiz. Musha inchki nuqtalarga diqqat qilganda morojni shirik bo'lib qolmaydi. Andan mavu algakning osti tarafidagi u mashnimi pakiz tushiramiz. Endi bojamoni u mashning ustinki yuziga yopishgan holatda o'rib atgandan keyin to'nglatqiga silib to'liq muzlatamiz. U mash to'liq muzlab bo'lgandan keyin qaymoqni ko'ptiramiz. Mening bugun ishlatganim biz odatda bolkalar surib yeydigan arlarning qaymaqi. Nayo danayo qaraganda texim quyuq bo'lg'achqa buningda morojni texim sutlik, texim payzolga. Men yana bir tal limonning 3dan 1 qismini siqib suyini qo'ydim. Chuchumal bo'lib qolamu deb qat'iy ansirmanglar, hargiz unday bo'lmaydi ekan. Qaymoqni dadanchi bilan 1 minut atrofida ko'ptirib olamiz. Boy to'nglat qo'qsab qo'ygan u mashni muzlab tayyor bo'libdi. Endi eng oxirida u mash bilan qaymoqni takshi aralashtirib olsak bo'ladi. To'qliq dadanchi bilan 1 minut atrofida aralashtirsak bo'ldi. Agar to'q chavush bo'lmay qolsa, kauchuk palax bilan aralashtirsakmi bo'laverdi. Mana bu ikkisini to'liq aralashtirib bo'lgandan keyingi holat. Men buning 20da cho'kimiz, 20da morojni qildim. Bu mashni bioxadayning ichiga qachilib olamiz. Cho'kimiz qilpining ichiga cho'kimizning tayoqlarini silib olgandan keyin u mashni cho'kimiz qilpining ichiga to'ldirib qo'yib olsak bo'ldi. Bugungi o'lchamda 8 tal cho'kimiz va bir qacha morojni yasadim. U mashni cho'kimiz qilpiga to'kib bo'lgandan keyin ishkini silkib ichidagi ko'pikchilarni chiqarib etamiz. Endi cho'kimiz qilpining ig'izini yepib, to'nglatqiga silib 4 soatdan yuqori to'nglatamiz. Qilib qolganini qachiga to'kib morojni qildim. Bu bo'lsa aslida morojni bo'ldi. Agar sizlar boshqa ta'mni qilmoqchi bo'lib qolsanglar, shuningga o'zinglar yaxshi ko'radigan quruq mexis talqini yoki murabbalarni qitib olsanglar bo'ldi. Mana bo'lsa cho'kimizlarning tayyor bo'lgan holati, garchi hech qanday rang yoki ta'm tangshaydigan qalamqon tetitqular qo'shilmagan bo'lsa-mu, lekin mayli rangi bo'lsin yoki ta'mi bo'lsin, shunchalik payz bo'libdi. Uning ustiga sizlar ko'rgandek ozroqmi bingrasi, ya'ni muz yo'q, shunda payz bo'libdi. Endi buni mushtaq xaltalar qachilab, ig'zini etib, to'nglatqida to'ngiltib saqlasak bo'ldi. Havo isib ketgan tumuz kunlarda shunchalik xush yoqadi. Endi o'xshash o'lchamda yasagan morojni qaraylik. Morojnining o'xshashligi hech qanday bingrasi yo'q, shunda payz bo'libdi. O'zim tangshigan bu o'lchamni qat'iy oymay sizlarga deb berdim. Uyda cho'qim qilib yiqinglar. Xotirjamlik, sog'lomlik va xushal-xuramlik hammamizga yor bo'lsin. Kelar qatim ko'rishgach omon bo'linglar. Xayr xo'sh.